O'g'lingizniki, Amirul Mo'minin. Abdulloh ibn Umarniki. Bu qayerda? Bu nima? Mening tuyam, Amirul Mo'minin, bozorga sotgani olib keldim. Bildim. Uni sotib oldim. Keyin yaylovda boqib parvarishladim. Tuya semirgach bozorga olib kelib, boshqa musulmonlardek foyda ko'rgim keldi. Yaylov musulmonlarga atalgan. U yerda tuyalarini boqishadi. Men ham musulmonlardanman-ku. To'g'ri, lekin nega sening tuyang semizroq? Nazarimda yaylovdagi ishchilar senga alohida muomala qilishgan. Amirul Mo'minin o'g'lining tuyasiga yaxshi qaranglar deyishgan. Amirul Mo'minin o'g'lining tuyasini sug'oringlar deyishgan. Alloh guvoh, men bunday qilishlarini talab qilmadim. Baribir men bu narsani ulardan so'rab olaman, lekin sen dastmoyangni ajratib olgin-da, qolgan pulni Baytul Molga o'tkaz.